gapirar edi. Umar roziyallohu anhuning tilida va qalbida sakinat gapiradi der edik. Ya'ni qalbidagi sakinat uni tilini va qalbini gapirtirar edi. Birodarlar, sakinat nima desa, samarasiga qarab turib bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sakinatning samarasi qalbdagi rozilik, ishonch, qalbdagi osoyishtalik, tabiatdagi bosiqlik. Vallohi mo'min banda agar Allohga yaqin bo'lsa, agar Alloh unga sakinatni bergan bo'lsa, uni qalbida shunday bir xotirjamlik bor bo'ladiki, agar xavotir, qo'rquvda turgan butun bir shahar ahliga tarqatsa, mana shu undagi sakinatni hammasini xotirjam qilib qo'yadi. Mana shular sakinatni ochiq ko'rinib turgan mevalari.